ishga tushdi. Rotor kasilka. Захват 1.85, 1.90 gacha oladi. 1.80 deb hisoblasangiz ham bo'ladi. Bu ishga tayyor. Endi bir ikkita kamchiliklari qolgan. Beda o'rab ko'rdik. Hatto ishlashlari yaxshi. Bir o'zim bo'lganim uchun videoga ola olmadim. Bir o'zim edim. U paytda mana ular yo'q edi. Bu o'rtaga tiqilmasligi uchun, mana unga o'ralib qolmasligi uchun, bega kirgan bedalarni sirazi olib chiqib berish uchun. Bu narsa yo'qligi uchun ancha qiynaldim. Zavodskoy pichoq ham tushadi bunga. Pichoqlari bor. Atak bunga zavodskoy qilmaganmiz. Mana bunaqa qattiq materialdan yasalgan. Hamma joyda birga bir chiqqan. O'xshagan bo'lsa qo'llab-quvvatlab turinglar. Manetdan egiladi bu. Как положено zavodskoyga o'xshab bundoq bu tikkalanishi sababli mana bunaqa narsalarni qo'yganmiz. Bu yerga nasos qo'yish kerak. Ichiga tuproq, bu narsa tushmasligi uchun bundoq krishkasi bor. Endi krishkasini yasab qotirib qo'yish kerak. Ichida keyin to'la yog' bo'ladi. Pachemnik shestronkalarni mo'ylab turish uchun. Atak bir ikkita kamchiliklari qolgan. Ikkitalik remont bardosh beryapti. Talotnisi обязательно kerak, bularga qo'yib chiqamiz. Endi bag'larini shu kardan sistemasi mana bunaqa joylari muftishkalar ozgina slabi. Vaqtinchalikka bir proverkaga chiqazuvdim, atak podvet qilmadi, ishlashlari yaxshi. Shu orqa vondan olib kelganmiz kardan bilan. Sep qo'ydik oxiri. Sep qo'ymasa bo'lmas ekan. Remont beda ozgina aylanib qolishi mumkin ekan. Bu sep ham ligrovka bo'ladi. Mana endi tushirib chiqadigan joylari bor. Как положено bo'lgan. 24 sepli. Zivodishka 18 talik, bag'idagi 15 talik zivodishka qo'yganmiz. Endi xudo xolasa yana bir dalaga olib chiqib beda urib ko'ramiz. Video olishga imkoniyat bo'lsa video qilib